Voy dema. Hozir o'ldiramiz, dur. Voy bilan. Смекарсима. Qoyadan ulkan bir tosh ajralib, to'g'ri mashina tomon kelayotgan edi. Endi uni hech kim omon qola olmasa kerak deb o'ylagandi, lekin aqlli haydovchi bir uslubni qo'lladi va hammani hayron qoldirdi. Singir qilib o'tirishlaring qaralaring. Kim bo'lasanlar katta bo'lsalar? Hech kim bo'lmaysan. Ko'rayotasiz, to'g'ri. Yaxshi fikr chiqargan-ku sendan. Nimadan kelib chiqib shunaqa deyapsan sen hozir? Chunki bizdan siz o'qityapsiz-da o'shani. Sport zali pollari toza, archa shart emas, chiqib ketinglar. Keginimiz santib qo'yishdi-yu. Voy shirin toylar, qani qo'lingizni beringchi, bir fol ochib qo'yaman. Hey, qani bu yerdan yo'qolingchi. Hey, kepir sinab ko'raylik, nima ko'rinar ekan. Avval pulini to'la shirin toyim. Xo'sh, qani ko'raylikchi, nima bor ekan? Oho, nimalarni ko'ryapman. Sen shu bugunni o'zida judayam boyib ketasan shirinim. Mayli bolajonlar, sizlarga omad. Meni gaplarimni unutmang. Bugun albatta boyib ketasizlar. Voy. Meni katmonim qani? Qaysi biri seniki? Oho, mana bunisi. Yordam bering, o'g'irlashdi. Qaraya, lo'li yolg'on gapirmabdi. Rostdan boyib ketdik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad.